Assalomu alaykum hammaga. Qariyla 5-yanvar kuni Uzumbankdan ketayotgan aksiyadan 12 million 600 ishladik. To'g'risi o'zim ham ishonmagandim, juda xursandman. Qariyla mana yana bitta isbotlab ketay. Mana olingan bonuslar qatoridan 12 million 600 turibdi. Yana menga to'lab beradi, 690 ming to'lab berish kerak. Buni ishlash uchun hozir sizlarga video qo'llanma qilib qo'yganman. Mana birinchi o'rinda Uzum karta ochishni o'rganamiz, botga o'tamiz. Uzumbankni yuklash turibdi mana. Birinchi o'rinda Uzumbankni yuklab olamiz mana. Bitta erinmasdan o'qib olasiz. Uzumbankni yuklashni bosib, ochishni bosamiz mana. Ochishni bossak bizni to'g'ri Play Market yoki o'sha App Store ga olib kirib ketadi. Keyin yuklaymiz, Uzumbankni yuklab, to'lov ro'yxatdan o'tamiz. To'lov ro'yxatdan o'tib, botimizga qaytamiz mana. Uzumbank Uzum karta ochishni o'rganamiz, botimizga qaytasiz. Keyin meni Uzumbank bor deb bosasiz mana. Keyin bitta yana erinmasdan o'qib olasizda, aksiyada qatnashish, aksiyadan botiga o'tish turib, o'sha Uzumbank InTV botga o'tasiz. Bundan ham to'lov ro'yxatdan o'tasiz. Endi biz to'lov ro'yxatdan o'tib bo'lganmiz, shu sababdan ro'yxatdan o'tish juda oson. Nomeringizni, o'sha pasport daningizni kiritib ro'yxatdan o'tib olasiz. Keyin mana mening havolam degan havola turibdi. Ko'ringlar mana. Shu havolani kimga jo'nataman? Eng asosiysi shu mash havolani Uzumbankni hali yuklamagan, to'lov ro'yxatdan o'tmagan do'stlarga jo'natib, uni to'lov ro'yxatdan o'tkazib, karta ochtirsanglar, har bitta odamlarga 40 ming so'm beradi. Uzumbankdan ro'yxatdan o'tsanglar, o'zi avtomatik karta beradi. Karta ochirish yoki boshqa qilish shart emas. Shu havolani yuborasizlar. Xullas, statistika bo'limiga o'sha bir kundan keyin qo'shiladi. Siz mana bugun ochirdingiz, 6-yanvar kuni ochirdingiz, 7-yanvar kuni hisobingizga 40 ming so'm qo'shiladi. Tushunarligi juda oson. Mening havolamni bosib, o'zingizlarning maxsus havolangizni o'sha yaqin odamlarga jo'natib, Uzumbankni yuklatsanglar, ro'yxatdan o'tkazsanglar, sizlarga 40 ming so'm qo'shiladi. Tushunarligi juda oson. Yana bir marta iloji bo'lsa, yana takrorlan videoni ko'rib oling, tushunishga oson bo'ladi. Tushunmagan bo'lsanglar, qo'shimcha savollar bo'lsa, pastda savollar bor. O'shadan o'ziga kerak savollarni topsangiz bo'ladi.